foydadan 100dan birini tashlab olaman. Misol uchun kuniga 10 ming foyda qilsam 1000 so'm tashlab ehson qutsin qalbni xotirjam qilib 1000 so'm tashlab turib keyin uyga non va bu narsa olaman. Har bir qilinayotgan ehsonda o'zini barakasi bor. Sadaqa bilan inson kamayib qolmaydi deydi. To'g'ri. Berilgan qilayotgan ishni Alloh o'zi himoya qilib oladi. O'zi ko'paytirib barakatli qilishi mumkin. Shunda menda bir tadbirim bor. O'sha tadbirda hamma tadbirkorlar qilsa bo'ladi. Yengil ehson. 1000 so'mdan 2000 so'mdan to'layman, hozir 2000 so'mdan. Arzirayam pul tashlab borilsa, misol maqsadga muvofiq bo'ladi. Magazinga qilish kerak deb aytyapmiz-ku, targ'ib qilyapmiz. Targ'ib qilganimizda endi insonning qalbi, inson ichi qanaqaligini biz bilmaymiz, misol uchun. Ko'plar ehson xususida gapirsa, bunday qaraydi-da, o'ziga og'ir olishi bor, yengil olishi bor. Ehson haqida gapirsak, birinchi o'ziga qarab oladi. Har qanday insonda. Endi ehson xususini ko'rimsiz bunday korobkacha qilib turib, tadbirkor o'zi uchun bularga birdan biriga misol uchun 20 ming 30 ming pulga olay desa, hisob kitobni o'ylab qoladi-da, obetini o'ylaydi, boshqasini o'ylaydi. Shuning uchun qutisiga kuniga 10 ming tashlamasin mayli. 10 ming tashlasa, oilasiga xiyonat qilgandek bo'lib ketishi mumkin. 10 ming misol uchun pampers beradi, boshqa beradi, u beradi. 5 ming tashlasin. Kuniga 10 ming foyda qilsa, shuni 1000 so'mdan tashlab olsin, keyin uyga non olsin. Demoqchisizki, tadbirkor o'sha o'zimizdagilarga hech qanaqasiga o'sha qilinayotgan ehsonimga zararliga emas. Zarar keltirmas kerak. Ehson qilayotgan insonga qilayotgan ishi zarar keltirmas kerak, tushunyapsizmi? Shunday. U odam o'sha 3 oydan keyin ehson qutini ochgan payti 300 ming yig'iladimi, 150 ming yig'iladimi, 180 ming yig'iladimi, 200 ming yig'iladimi, u berayotganda mazza qilsin. Xudo berganday bo'lsin-da, qalbida norozilik bo'lsa, ketdi, ehson qabul bo'lmaydi. 1000 so'mdan 2000 so'mdan to'layman, hozir 2000 shunday. Arzirayam pul tashlab borilsa, misol maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar kim 2000 dan 3000 dan 5000 dan misol uchun tashlab borsa, bizga o'xshab tashlab borsa ham оборотda baraka bo'ladi. O'zi biz ko'chaga chiqib savdoga chiqdikmi, bo'lib harakatni qildik. Bu tepada, u beradigan tepada. Bizning ishimiz emas u. Tepada turibdi. Kim jo'natadi? Sov narsamizni olish uchun tadbirkormiz. Kimga olib ketadi? Qayerdan kelib ketadi? Alloh boshqaradi. Miyani. Biz harakatni qildik, chiqdik. Chiqqanimiz o'zi katta narsa. Shukrni qilishimiz kerak. Ana shunday ehson qutini 2000 dan 5000 dan tashlab boring, oilangizga xiyonat qilmang. 10 ming tashlamayman. 10 ming tashlasangiz ko'zingizga ko'rinib qolishi mumkin. To'xta, 10 mingga 5 ming qo'shib obed qilardi-ku demaslik kerak. 2000 so'm 3000 dan har bir magazin qilsa, 100 ta magazin qancha bo'ladi cho'lda? Bitta yetimga uy qurib berasiz. Uy, tomini yopib berasiz. Ko'chada qishloq joylarda men ko'rib keldim, latokda balki chuvalchangni suvini ichayotganlar bor. Suv yo'q, shunday joylar bor. Suv chiqarib berasiz, misol, sklash. Alloh shunda xayrli ishlarga har birimizni yetaklasin. O'sha qalbga olish kerak ekan. Nur bersin hammamiz qalbimizga. Alloh mana zikr qilyapmiz, o'tirib o'sha zikr deganimizda xayrli qilsin. Qalbimiz taskin topar ekan. Kamimizni unutamiz-da, bo'ladi. Gaplashib o'tirsak ham hayotda dunyoviy gaplar ham gaplashamiz, lekin qalbimizda o'sha Allohni zikr qilishni turib, sheriklarimiz bilan gaplashsak to'ladi-ku. Yaxshilikka undaydigan ekan. Boyaga men qilayotgan voy 1000 so'm 2000 so'm qilayotgan ehson kuniga qilaman dedim-ku. Ana shu qilgan pulni dinimizda mazza qilib olamiz. Dinimizda ikkita bayram bor. Bilasiz. Qur'on hayit. Ha. Eid Ramazon. Ikkita hayit bor. O'sha ikkita hayitga boy 3000 5000 yig'iladi-ku, 100 dollar yig'ib qoladi. Harom qolib 6 oy 5 oyda misol. Bitta meniki u. Endi boyagini olib turib boyagi hayitda to'pcha shirinlar beryapmiz, endi yig'laysiz. Boy bolalar ko'rsangiz mazza qilib odam uchadi boy ko'rsangiz uchadi. Uni xursandchilikni ko'rib mazza qilib olasiz-da. Ana shunday xursandchilik hamma tadbirkorlar nasib qilsin. Hamma tadbirkorlarimiz nasib qilsin. Men tadbirkorlarimiz boy bo'lishiga tarafdorman. Boy bo'lsin, mazza qilsin. Ehsonni qilib turib boy bo'lgan boshqacha sababi. Yig'ib to'g'ilib, tikillab, boshqa qilib boy bo'laman degan tushuncha, Alloh dori, kasalman, bolasi kasal, baraka olib qo'yadi. Lekin Alloh himoya qilib, nurlar bilan himoya qilib, ehsondan chiqarib topgan barakaga tugat olmaysiz. Allohning dunyosini tugatish qiyin masala. 1 million savdo qilsangiz, uni foydasi sizniki qancha? O'shandan siz aytgandek 5000 so'mdan tashlab qo'ysa, bizga o'sha aka-ukalarimiz ko'p qancha tashlab qo'ysa, o'zlariga ham bilinmaydi. Ehson qilinayotganda qiyinchiligi o'sha mazza qilib beradi. Qalbida mazza qiladi.
ehson insonni hayotida qilayotgan tirikchilikda ahamiyatga ega bo'lmasi kerak. Ana shunda sof ehson bo'ladi. Bergan vaqtingiz bor, bilmasligingiz kerak. 3000, 2000, 1000 so'm, 5000, 10000 mayli og'irlik qilyapti. Milliarder odam 10000 mayli og'ir. 5000 tashlab olsin. 10 ta magazin, 100 ta magazin, bitta bozorda nechta magazin bor? 500 ta magazin bor. 5000 so'mdan qancha bo'lib ketadi u? Qancha O'zbekiston bizning diyorimizda Allohga shu diyorimiz tinch, xursandchilik, osoyishta zamonda yashayapmiz. Yurtboshimizga rahmat. U hammaga qarayapti, lekin yurtboshimiz bizga targ'ib ham qilyapti. Bir-biringizga mehr oqibatli bo'linglar, ha? Qadrli oqibatli bo'linglar. Prezidentimiz aytayapti, qadrli bo'linglar, oqibatli bo'linglar. Bu prezidentimiz gapida shunday chuqur ma'no bor. Qarashinglar birovlarga, qarab turmanglar deyapti-da, oqibatingizni aytib o'tyapti. Bu ehsondan boshlanadi. Oqibat ehsondan boshlanadi. Alloh xayr qilsin, hammamizni chiroyli go'zal kunlarga nasib qilsin. Allohumma salli ala sayyidina